Hammalarga salom bo'lsin. Sizlar bilan birgalikdaman Redmine. Bugungi videoda namamda chirib ketgan uyimni remont qilamiz bolalar. Bolalar. Men birinchi o'tib bizda mana uni olamiz va kerak emas hozircha. Bizda hozircha pul bor. Birinchi o'chakda mana bu yerdagi agrupdagi narsalarni sekin men mashina oldim o'zimga. Katta Su 90J degan mashina oldim. Bu kim mashinasi emas? Bilmayman, lekin meni mashinam butun qishloq bo'yicha bitta bor deb o'ylayman. Xo'p bolalar, mana buni aniq qo'yib ketdi va hammasini olib merga topshiramiz. Uydagi narsalarni ham merga topshiramiz. Bugun chunki bu oygina narsalarni ham topshirish kerak va ular bizga pul beradi va o'sha pullar bilan men sondig'imdagi pullarni qo'shib, kitobga tushib ketmadim. Qo'shib narsa olamiz. Ya'ni uyni remont qilishga narsa ham olish kerak. Do'st, o'zda remont qilmaymiz bolalar. Xo'p. Mana. Xo'p, keyin bu qishloqda mana bu yerda Qobiljon uyi, mana bu yerda esa o'sha kunga uy. Bunga 2 etaj, menga esa 1 etaj bergan mer. Azizlashdim, bu uy ijaraga berilgan. Aslida boshqa odamniki, u shaharga ketgani uchun o'shanga bertiribdi, ya'ni mana bu qizga. Lekin u hozir kiyimni va narsalarni o'zgartirgan. Ya'ni keyin videoning oxirida ko'rsataman, ko'rsataman. Xo'p, birinchi o'chakda tangalarni olaman, izumutlarni olaman, chunki merdan chiqqandan keyin o'sha joyga boraman, ya'ni magazinga. Va ketdik endi. Xo'p. Mana negadir telefonim qochishni boshlayapti. Hozir endi merga olib boramiz va yerlarni ham tekislab qo'ygan mana. Xo'p, mana merning uyi. Merda ham adashmasam mana mashinasi bor ekan, merni ham qaranglar, chiroyligina kichkinagina mashinasi 2 ta o'rindiqli, 3 4 ekan. Xo'p, mayli. Ani hop, ochil. Hop, yopdik. Hop, salom mer, qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, qalaysan o'zing? Redmine. Qutqardim qushloqni. Ha, qutqardim o'zini uyida, faqat remont qilganim yo'q. Chunki menga kreativ berilmagan va shunaqa bo'lgan. Mana u kim? Bu meni qo'riqchim, yangi oldim. Qo'riqchizmi? Yaxshi. Hop, qarang, men o'zim narsalarimni olib keldim mana. Qilyapsiz va staklab mana ular. Sandiqqa qo'yaman. Senga bu oylik maoshing yaxshi. Va 4 stak izomot olsang ketadi senga. 4 stak, 4,5 stak qiling. Mayli. Hop, mana va tezroq so'lamizlar. 4,5 stak olamizda va mana gap olib qo'ydim. Mayli mer. Hop, o'zini qarasam uchi pulni. Uyimni remont qilaman. Hop, mayli, ketdik endi. Ketdik. Xo'p, endi magazinga ketsak bo'ladi. Mana bitta magazin, bitta emas, narigi yerdan boshlash kerak edi. Adashib ketdim. Hop, bu yerdan va mana bu yerdan. Hattoki garaj ham quramiz bu qismda. Ana do'kon, ya'ni do'kon deb yozib qo'yilgan. Hop. Redro, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, o'zingchi. Zo'r bo'ladi. Bu nima bu? Mana buz mana. Bu narsalarni. Nega buzyapsan? Bu mening do'konim, xohlagan narsam quraman. Merga aytib o'ldiraman seni, tushundingmi? Hop. Uzr. Qara, menga hozir tosh blogini ber, tosh va taxta blogini ber va polni blok ber, ya'ni yarimtali blok. Bo'ldi, o'shalar kerak, chunki men uyimni remont qilyapman. X stak taxta, X stak hammasidan X stak ber. Mendan qancha bo'ladi? 30 stak izumrud. 30 stak izumrud bo'lsa, ko'kris mana 30 stak izumrud. Bo'la qol tezroq. Yemam tushib qoldi. Uni hisob qo'ysam yaxshiroq bo'lardi. Mana 20 ta va mana bittan 10 ta. Hozir jicha kutib tur. Hop, bo'ladi. Men mamtlarga qarab turaman. Mamtdagi narsalarga qarab turaman. Invertaringda o'zi paydo bo'ldi. Invertaringda paydo bo'ldi? Nega oyna blok qo'shdim? Men axir oyna blok aytganim yo'q-ku. Yo'q, onning o'tkazib var qarz bo'lganda o'shanga. Mayli. Xo'p, men narsalaringni o'zingda qolsa, menga kerak emas, tutilib qolsam qamalaman-ku, ishi. Xo'p, bolalar. Ketdik. Endi uyimga borib remont qilamiz. Undan oldin keyingi videolarda garaj qurishimiz ham mumkin, lekin hozir videolarda garaj quramiz. Xo'p, hozir bizga kepa kerak va bolta. Mana bu narsani qo'yaman va izumutlarni mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Va endi men bunaqa narsalar olib chiqaman. Men bosib oldim mana. Hop,
bolalar, mana hammasini bo'ldim va yemam bitta qolib ketdi. Mana shuni ham buzib, mana bo'ldi. Mana endi endi ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga quramiz. Keyin mana bu yerda hali ham narsalarim turibdi. Ya'ni mana pamitga qo'yib qo'yganman. Kompas ham o'zimda turibdi. Hali yerga olib berganman, yo'q, olib berishim kerak. Hozir men bitta narsani unutibman, ya'ni nimani unutibman? Mana bu yerda taxta bloklarni olishni unutibman. Ya'ni mana bunaqa bloklarni olishni unutibman. Hozir do'konga borib, o'sha taxta bloklarni olib kelaman. Ana keldik va Redro, menga taxta bloklari ham ber, chunki taxta bloklari qolib ketibdi. Aha, mayli, keyin qara, meni mashinam kelmadi, hali ko'rmadingmi? Ana nemis suv 180 mi? Ha, u keldi, meni uyimga oldi, keyinchalik olib kelib beraman agar xohlasang. Xo'p, mayli. Bu tezroq menga o'sha daraxt blogini bergin, anaqa sirti o'chirmagan. Xo'p, mayli, xolos tur. Xo'p, berding-a? Qani? 128 ta berib olibsan-ku, mayli, rahmat. Menga keyin mamlaqa blokdan ham ber, mamlaqa blokdan ham. Shunaqa, yana chunki menga kerak-da. Yo'q, unaqamiz yo'q endi, uzr lekin. Unaqa yo'qmidi? Mayli. Xo'p, o'psa bolalar, keyin olib beraman mashinangni. Hozir tezlikda uyimga boramiz va qurishni davom ettiramiz. Xo'p, mana endi esa bizda hammalarga salom bolalar. Sizlar bilan birgalikda men Redmine. Lekin men bitta narsadan xafaman, kayfiyatim juda ham yomon. Negaki, bundan oldin bitta video oldim. Ya'ni mana shu uyni remont qilyaptim. Ammo lekin ma'lum sabablarga ko'ra u video olinmadi. Mana screenshot faqatgina mebellashga keldim. Endi esa mebellab garaj qursam bo'ldi. Ya'ni bu ham o'chib ketmasligi kerak. Ya'ni nimalar bo'ldi u videoda? Hop, ikkinchi etajni qurdim. Ya'ni ikkinchi etaj va tomlarni juda ham zo'r qildim. Hamda ekranlar ham o'rnatib qo'ydim. Hattoki sunduqlar ham. Va uylarni tanishtirib chiqdim sizlarga va nima bo'ladi? Mana bu garaj quramiz va men mashinani egasiga olib borib beramiz. Hop, birinchi o'chirda uyni anaqa mebellar bilan qilib chiqsak, ya'ni bu yerda oshxona qilmaymiz, ya'ni bu yerda ish joyim bo'ladi. Mana bu yerga hozir birinchi o'chirda mana bu yerdan men kirkan bo'lamiz-da va kirkan bilan bu yerni buzdirib bu yerga pechka qo'yamiz, shtobe. Bu kaminda qarab chiqishi. Bu yerga esa ikkita yotoq. Va o'zim ham yotog'im shu yerda bo'lsa kerak, adashmasam. Ya'ni uni hisob qo'ydim. Mana o'zim yotog'im. Mana bu yotoq mana bu yerga qo'ysak, ya'ni endi bizga kerak nega yotoq. Xo'p, bu yerlarga va bu yerga qo'ysak chiroyli bo'ladi degan umiddaman. Va choq bo'ldi. Chiroyli chiqdi. Xo'p. Bu yerga esa oshxona qilamiz. Bu yerga oshxona qilsak zo'r bo'ladi. Bu yerga ham ikkita yortali ham qo'yib qo'yamiz va mana hop, bu yerga endi pastga tushamiz. Yo'qilsinchi. Hop, bu yerda bor va bu yerga ertaga notebook yoki kompyuter olib kelaman, o'shani qo'yaman. Bu yer ish joyi. Hop, bu yerga esa polka qilishim kerak edi, polka mana. Bunday qilib shkafcha qilib qo'ysam. Boltam bor, unga boltam bilan olmayapman. Mana boltam bilan olamiz va chiq. Mana bu invalid bo'lib qoldi. To'g'rilab olamiz. Ana bo'ldi. Hop, endi esa bunday va keyin bu yerga mana ko'rsatamizlar, u ham xuddi shu. Xo'p, magazinchini kim desanglar, magazinchi esa Redro, ana bitta. Mana o'zi, aysan Redro. Yaxshi, nima qilyapsan? Boya video oldim, o'sha o'chib qoldi. O'shani qayta to'g'layman deyapman-da. Yomon bo'ldi-da, lekin rosa keldik. Xo'p, hozir kelaman.
Hop, Redroga uni topshirishimiz kerak. To'xtab turinglar, xo'p, bola. Bo'ldi. Chiroyli mashina. Xo'p, yonimda rasmga olib qo'ysanglar, yaxshiroq bo'lar edi. Ya'ni Golf bu haqiqiy germanskiy mashina. Mana, meni mashinam desam, ishonmanglar. Hop, hozir endi kirib aytamiz. Redro anularingni mashinangni olib kelib qo'ydim, lekin bu nima? Bu yo'q, nima bu dekoratsiya? Dekoratsiya bo'sa buniki, bu manzarani bu dekoratsiya bo'lmaydi. Menga aytib bersan, ko'rlar qo'yadi senga dekoratsiya. Bunaqa narsalar yomon bu. Tushunmaysanmi? Hop, mayli. Chiroyli qo'yish mashinasi. Bu lekin meniki zo'rroq hamda kattaroq. Ya'ni butun qishloqqa sig'dirib olsam bo'ladi. Birinchi o'chirda mana bu yerni tekislashim kerak, чтобы garaj ichida. Uni esa video qilib qilaman. Mayli. Hop, bolalar, mana endi esa buni shu yerga uchun garaj quramiz. Qanday desanglar, garaj menda ortib qolgan bloklar mana mashinalariga ko'rtirgan bo'lsanglar German, Yapon, yomonni ko'rsatib qo'ydim. Hamma blok bermasa kerak endi. Mana menda bunaqa tosh blok bor va mana bu hop, mana bu yerdan boshlayman. Mana bolalar, qurib bo'ldim. Ana endi haydaymiz. Sekin bilan qurib bo'ldim. Qo'ydim mashina tez emas edi. Mana sekin yo'tib qo'limdan qolgan tarafga zo'rroq bo'ladi deb o'ylab va o'qiramiz. Mana bolalar, mashina ham juda ham ajoyib turdi. Faqat men bu yerga asfalt anjomlar qo'yaman. Shunga sal orqaroq yurg'izim artab. Xo'p, uyim ham juda ham zo'r chiqdi. Ana endi bo'yi aytganimdek, mana buni uy haqiqatan ham o'chaligini ko'rsataman. Faqat ustini kiyimini va tashqi o'zgartirib olgan bo'lsak kerak. Salom. Alex, salom. Hey. Yaxshi, rahmat. Shu obunachilar seni yaxshimi deb so'ragandi. Bir tinga kerak emas. Ayo, hech nima deganim yo'q. Prosta shu obunachilar so'raganiga seni ko'rsatmoqchi edim. Yaxshi. Nima turibsan bu yerda oddiy? Yo'q. Mayli, bu men ishlarim ko'p. Prosta men qizlarga hop borlar. Qizlarga gap ochishni bilmayman, chunki men to'g'rimizman. To'g'riga gap ochish bo'yicha. Qobil. Endi bemalol qayerga chiqishni aytur. Endi mashinam bor. Bemalol xohlagan joyingga borib kiramiz. Bo'ptimi, Qobil? Xo'p, bo'ldi-da, ko'ramiz. Yaxshi bo'pti, mayli. Xo'p, bolalar, endi esa mana bu uyim qalay chiqqan, yaxshimi yoki yomon? Kommentda baholab ketinglar. Keyingi safar nima qilay, bunga uy qurib beraymi, chunki bu uy uniki emas, ijaraga berilgan. Aytlarda uy joyi bor, o'sha joyga qurib berishim mumkin. Korоче, kommentda yozinglar. Mayli, hammalarga xayr.